oldin photoshoplar qilardim, yuzimni tiniqlashtiradigan, boshqa qiladiganda. Hozir qarab, o'sha orzu qilgan ko'zam mandaligiga ishongim kelmaydi. Buni tagida faqat disiplina va to'g'ri teriga o'xit yotibdi. Agar siz teringizni tushunmasangiz, muammosini bilmasangiz, har doim o'zingizni mana shunaqa yolg'on narsalar bilan ishontirasiz. Photoshop bu siz kimgadir, maksimum kimgadir ko'rsatadigan, tashiydigan rasmingiz bo'ladi. Lekin hayotda siz bu yuz bilan eng tez uchrashasiz va siqilasiz. Nimaga shu bor, nimaga shu tug'ilmagan deb. Bugun mana shu ko'zimga havas qilgan va oldingi holatimni ko'rib, hozirgiga qarab solishtirib, rostdan ham katta rezultat bor sizda deydiganlarga men aytaman. Buni tagida faqat to'g'ri diagnostika yotibdi. Bizni to'g'ri diagnozimizni esa mana shu diagnostik apparat ta'minlab beradi. Bu krassavchik, bu aqlli umniy apparatimiz teringizdagi yog' balansi, melazmalarni chuqurligi, eng muhimi quyoshdan orttirganmisiz yoki terini o'zi kasalmi? Mana shu narsalargacha aniqlab bergani uchun bizda 90% mijozlarda natija bor. 10% o'quvchi nimaga natijaga chiqa olmayapti desa, chunki ularga disiplina yetishmaydi, intizom yetishmaydi. Har kuni qilish kerak bo'lgan narsani reziden qiladi, bir haftada bir marta qilish kerak bo'lgan narsa esdan chiqib qolib, haftada 2 martalab ham qilishadi. Mana shularning oqibatiga biz ularni hali tarbiyalay olmadik. Lekin ular ham bu narsaga keladi. Bundan men ham o'tganman. Men bir kun qilsam 3 kun qilmasdim, 10 kun qilmasdim. Так что yakshanba, chorshanba, shanba kunlari diagnostika bepul qilib qo'yganman. Maqsad bitta. O'zingizni tushuning, teringizni tushuning. Boshqa hech qanaqa gapim yo'q.